Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizlerge jiruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislaq 2022 yıl 8. ayının 30. günü vatandaş. 8. ay mı tügedi, 9. ay kirdi, hazır küz aydırık kırıp geliyordu. Vaziyeti neyse günleten Tayvan'ın prezidenti Sayyimin Hanım hazır armiyaga agar Jungo'nun adamsız aeroplanları ve yana başka aeroplanlar gidek Tayvan hava tavalligi uçup kirip parakende kıladigan bolsa ok çıkırışqa buyruq düşedi. Dehşet haber vatandaşım, dehşet haber. Dehşet haber bu. Onun keyin andan bugün Maşan'ın haberleri degan torbetlari turdi. Birinci bette Tayvan armiyasi Jungo'nun adamsız aeroplanlarga ok çıkardı deb öndeş belgisi koyuptu. Lekin men bunu ispatlayamadım çünkü bir yazma haber yok. Bu videolu haber ekan. Şuna bir yerda sal mujmal bo'lib qoldim, lekin 80% etrafida prezident Sayyiminning shundaq buyruq tushaganligini yana boshqa xabarda ko'rdim. Ahvol shundaq bo'ladigan bo'lsa, mishari shuni aytayki, bu Jungo Kompartiyasi sinaq. Nemishqa desangiz, Jungo Kompartiyasi qaror qildiki, oldimizdagi 10 ayning 16 kuni partiyaning 20 qurultayini chaqirdigan bo'ldi. Qurultayda hazır iki makale geldi. Biri Fransiya agentliğinin haberi, yani birisi bir bahalıqçı Yang Jingyuan degan adamdan qo'l ema ihtimal. Şunun makalesi birincisi qo'yilgan mavzuda Xi Jinping qayta saylanishi mumkin asosiy qonunni 2 qatim o'zgartirdi deb hukm chiqaribdi Fransiya agentliği. Biroq Fransiya agentliği söz arasida agar reis Xi Jinping yana bir qatim partiya sekretar bo'lib saylanadigan bo'lsa, u chaqda bu milliard noposi va bir cho'ng davlatga prezident bo'lgan bo'ladi degan gapni olibdi. Chet ellarda arliqda ba'zida Jungo Xalq Jamhuriyatining raisini prezident deb atagan ishim bor edi. Biroq bu qatim Fransiya agentliği qurultay mezgilida buni eg'izga olibdi. Masalan, prezident bo'lib qoladi reis Xi Jinping shundoq bir cho'ng davlatga degini. Buni meni o'ylantirib qo'ydi, lekin bir qarorga kelmadim vatandash. Ikkinchi maqolada masalan Yang Jingyuan maqolasi nima debdi desa, agar vaqt kelganda pensiyaga chiqadigan ish bo'lsa, bu normal ahvol. Jungo'nun partiya qurulma, partiya rahbarligi va partiyaning hukumatga rahbarlik qilishidan aytganda, vaqti kelganda reis Xi Jinping pensiyaga chiqadigan bo'lsa, bu normal ahvol debdi. Agar reis Xi Jinping bu qatim 20 qurultayda yana sekretar bo'lib saylanadigan bo'lsa, bu normal ahvol emas. Bu bir siyosiy o'zgarish debdi. Hem şu Yang Jingyuan şunun içinde aytibdiki, Tayvan bo'g'izida urush portlaydi emas. Shuncha dunyo urushi portlashi mumkin agar Xi Jinping yana qayta saylanadigan bo'lsa debdi. Shuni aytganda uning yoki Fransiya agentligining Zongtong prezident degani nima degani? Endi Yang Jingyuanninki normal hodisa saylanmasa 20 qurultay sekretar bo'lib saylansa, bu siyosiy o'zgarish. Jingyuanda cho'ng siyosiy o'zgarish deb shundoq olibdi. Alloh xolisa bu maqolaning mazmuni vaqt oldingi sharti mening vaqt juma vatandash. Xolisa sizlarga yetkazimiz. Vaziyat mana bu yerda. Hozir men sizga boshda bir narsani aytdim. Prezident Sayyiminning buyruq tushirganligi bir sinaq dedi. Jungo Kompartiyasi uchun sinaq dedim. Bu sinaq Amerika Qo'shma Shtatlarining oldidagi sinaq emas. Bu Tayvan xalqining oldidagi sinaqmi emas. Bu dunyo xalqining oldidagi sinaqmi emas. Bu sinaq Jungo xalqining oldidagi sinaqdir. Va'dini beraverib
va'dani ishga oshirmasangiz, lata bo'lasiz, lata. Jungoda lata bo'lish bilan erkak bo'lishning o'rtasida hech qanday farq yo'q, o'tkil olmaydigan hangmi yo'q. Jungo jamiyati shunday bir jamiyat. Lekin siz va'da beraversangiz, va'daning va'dasini chiqarmasangiz, masalan, tunigan dedik-ku, Amerika Qo'shma Shtatlari bir vaqtda ham aeroplan Jungo tavalliga kirdi, ham parxod, harbiy parxod Tayvan bo'g'ziga kirdi, Jungo qarab turdi. Jur'at qilolmadi dedik-ku, tunigan vatandosh. Demak, siz buni nima degandingiz? Bugun Amerika qilaman deganini qildi. Lekin Amerika shunday askartiki zaruriyatim yo'q edi bunday askartishdan. Chunki Amerika hargiz Tayvan bo'g'izida bo'lsin, Jungo territoriyasida bo'lsin, xatolik yo'l qo'ymaydi. Buning ishining vatandosh. Amerika dediki, biz xalqaro qonunlar bo'yicha Tayvan bo'g'izida o'tdik dedi. Shundaqmi, sen nima deding? Tayvan bo'g'izida bo'g'iz deydigan bo'g'iz yo'q. Tayvan bo'g'uzi Jungoning zamini, Jungoning territoriyasi. Bundan keyin biz Tayvan bo'g'uzi degan muomala qilmaymiz. Bu yer Jungoning ichki ko'li, ichki dengizi dedim ya. Jungo kompartiyasi, mana bugun sening ichki dengizingdan, sening territoriyangdan, sening tavalligingdan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplanlari, harbiy parxodlar o'tdi. Bu sening nazaringdagi, sening tilingdagi tavaraylar. Amaliyotda Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlariga qaraganda bu rayonlar xalqaro qatnashgan edi. Jungo hukumati endi sinaq, endi o'zimiz kelaylik prezident Sayevning so'ziga. Agar Sayev prezident Sayevning buyruq tushirgandek Tayvan armiyasi sen avatgan odamsiz aeroplanlarga yoki sen avatgan chirog'i bosib kiradigan harbiy aeroplanlarga Tayvan armiyasi askar chiqaradigan bo'lsa yoki hujum qilib urib tushiradigan bo'lsa, o chaqda Jungo hukumati Jungo xalqining oldida yana qaysi sinoqdan o'ta olishi mumkin? Tayvan bo'g'iz tavakkalchilik qila olishi mumkinmi? Mubada Tayvan Reisimiz prezident Sayevning so'zi bo'yicha aytganda sening bir odamsiz aeroplanini urib tusharsa, tahi bu oldiga kelgan yolliq emas. Bu faqat faraz qiyos bilan qo'yib buni. Shu vaqt yana javob berishing mumkin. Gapning o'zi mana o'sha yerda. Vatandoshim, uning ustiga buning davomi, o'sha tahlilimizning davomida vaziyat yana nima vatandosh? 8-oyning 27-kunidan boshlab, 25-kunidan boshlab, 28-kuniga 3 kun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi senatori Marsha Blackburn xonim Tayvanni ziyorat qildi. Tayvanga berishdan avval Twitterda nima dedi? Tayvan mustaqil davlat dedi. Anlab turdingizmi? Jungo kompartiyasi mustaqil davlat dedi. Hozir endi xonim qaytib keldi, senator qaytib keldi. Bu to'g'ri Jungo hukumati 27-kundan boshlab Tayvan bo'g'iz harbiy manevr o'tkazdi. Bu harbiy manevrga buguni atsi o'g'il o'tkazib olsa odatdagi narsaga aylanib qoldi. Hech qanday qimmat yo'q. Chunki bu yerda yangilik yo'q. Ya'ni sen urush qilishga jur'at qila olmaysan Tayvan bilan degan. Shunga bu odatga aylanib qolgan kishilarning nazaridan tushib qoldigan işte. Biroq shu narsaga diqqat qiling, bugun prezident Sayevning bu ham sizga signal, butun dunyoga signal, bizga signal bo'lsin. Vatandoshim, Sayevning prezident Sayevning bu qatim Jungoning harbiy aeroplanlari Tayvanning farqlantirish havo tavalligiga yoki odatdagi havo tavalligiga kiradigan, bosib kiradigan, uchib kiradigan ish bo'lsa, Tayvan armiyasi o'q chiqaradi. Bu chatoqqo vatandosh. Shundoq bo'lgan bo'lsa bu chatoqqo. Qani Jungoliklarning pozitsiyasini biladi. 16-kuni qurultoy chaqirildi ekan. Agar mushu masalada Rais Xi Jinping Tayvanga aeroplan avassa, Tayvan o'q chiqaradigan ish bo'lsa, bu masalaga Rais Xi Jinping aktual javob qaytarmasa,
20. Qurultayda erişmekçi bolgan 3-nji qatam saylanaş suğa çelişi da vatandaş. Bu mümkün bolmaydigan iş bolady. Hayli şundaq bolady. Agar Tayvan muşundaq beytini tallap elep, Reis Xi Jinping'in yana qayta reis bulup saylanışı, sekreter bulup saylanışını bekar kılışqa tereddüt kılıp atkan bolsa, bu siyasette vatandaşa bu prezident Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen belgilegen siyasette vatandaş. Mana şundaq. Sizlarga bunu vaziyet doğrusu sözleydik. Hazır alıp ketdi bunu keçirenler vatandaşım. Tüvendeş kiparçılıksiya Amerika Qo'shma Shtatlarının senatori Masha Blackburn'ın Tayvan ziyareti, anadaki ikinci sarayının bayanatçısı Jim Perry'nin bayanatı. Bu mu Tayvan meselesiga münasebetlik mi şu vaziyetke? Dikkat kılıp anlaydıqanlığınlar işini vatandaş.